Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiyada Sıdık Roz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Ceslağa. 2020 yıl 1. ayının 31. günü. Hepteki cüme. Bugün biz sizlerge leksiyonu davamlaştığında Angliyelik tarihşünas, siyasi sosyolog ve siyasetşünas ya siyasiyon Charles Bolger yazıp kaldırgan Yakup Bey'nin tercüme hali mavzulu kitaptan kelge yerimizden başlap sizlerge leksiya okuyumuz. Bunun burun vaziyet doğrusu bir cümle. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump bizim govlem kardeşim öpkikisel yallığı virusuga takabıl turalaydıgan antivirusni yasap çıkımız. Ben buna kapalet birimen dedi. İkincisi goy. Moşe hepte belki şembe günü buluş gerek idi. Liki ondan burun Cungo'da hem Cungo'ya münasebetlik dünyada hem. Yani kişilik hukuk teşkilatları ara nayt zor vaka yani siyasi hadise oturgu çıkıdı dedi. Bu işkilliksiyeni etiği kaldırıp koyduk. Bugün sizlerge verdiğimiz bu içe Yakup Bey'nin tercümaleden okuyumuz. Partiyalaş aldı turgan, çağdılar osiyeteki, yakında atılı gazı dep atalgan bu kişiye. Qandaq siyaset qollası en akılani boladiganligi üstüde oylanışqa mecbur bol. Biz Ruslanın ilini qo'shib edishinin zodi zaruriyati bar yo'qligi, hatta bunun ehtiyotsizlik bilan qilingan harakat ekanligi ustida gumonlansaqmi? Lekin bu ishda Ruslanni ayblay Ruslanın bu qatımqı hareketi ihtimal, ularning istilalları içinde biz apoqalalaydigan bir qatımlıq hareketi bo'lishi mumkin. Mesela Çar Rusya Kolpakovski'nin Uygurlarning ilerayni besibağalligini şu vaqtda Angliya apoqalalaymiz dedi. Şuningla vatandaşlar siyaset qanday kelyapti. Lekin bu tadbirlarni ular ahvolini tushunmay qilib, Yakup Bey'ni kelgusida jazman Ruslarning ilkiga o'tadigan rayonga besib kirishdan to'sishni maqsad qilib qo'llangan degandimi? To'limi oldirab ketgan hatto Yakup Bey'de kishilarning mardlik bilan aytganlaridek siyosiy jihatda o'zini jazman halokatga elib boradigan ishni qiladigan yana Tangri tağının shimoliga ishkirlab kiradigan maqsadning bar yo'qligi mu aniq emas. Vatandaşlarım, Uygurlarım ve Otrasiyadaki Uygurga, etnik qarindosh millat, Özbek, Kazak, Kırgız vatandaşlarım, Çar Rusya'nın Uyguristan'ı Yakup Bey davrida qanday qarlashganligini her bir cümleni tahlili bilan esimiz kelgan vatandaş. Halokat kelib bordigan ishni qildigan, ya'ni Tangri tağının shimoliga ishkirlab kiradigan maqsadning bari yo'qligi aniq emas. Kitobxonlarning samiga selib qo'ymoqchi bo'lganimiz shuki, Ruslar Qashqariyada yuz bergan voqealarga, xuddi Hindistonda yuz bergan voqealarga o'xshash ko'ngil bilmaydi. Bunday holatning oldingandimi 1866 yilning oxirlariga qadar davomlashib keldi. Şu vaqt kelganda Yakup Bey butunlay muvaffaqiyat qozongan edi. Rusya hukumati egillagan axborot bizning Hindistonda hukumatimiznikidan tez va to'g'ri bo'lg'achqa, ular Qashqariyaning g'arbidagi musulmonlar davlatida parakandichilik tug'dirgan yangidan bosh ko'tarib chiqqan bu hokimiyatga ahamiyat bermasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. 1866 yılı Narın etrafında iki taraftan chegara mudofaa qo'shinlarining qo'mondonlari o'tirsa da bir-birisining harakatlariga aralashmaslik haqida mujmal bir kelishim tuzilib,
Rus koşullarının namcat Kaşgari'ye tava bolgan zemin içinde qoqanlik qaçaqlarını ve bulan çıkırgızlarını qoğlap tutuşu ruhsat kılıngan. Ay tarih, ay tarih, ay tarih. Bugünkü bilen nemende qoşar. Kaşgariye hükümetimiz zörür tepilganda şunda kılıç doğrusu da hukuk berilgen idi. Şu çağlarda təley ondan kelgen mi? Yaki bir-biri görmet kılgallıktın mı deslepki çağlarda tüzülgen bu tomtaq gelişimini icra kılış devamıda bu işki hakimiyetten vekilleri yani Yakup Beg hakimiyeti bilen Rusya hakimiyeti vekilleri oturuşta eğer akıvet keltirip çıkargan tokunuş yüz vermedi. Rusya'nın Sibirya ve Türkistan'da gerbi valileri gerçi Bozruk Han bilen Yakup Beg'ni itiraf kılmaya kelgen bolsa mı? Lekin ola şarkı çegredi ki bu yarışış çağrılarını Yakup Beg'ni özürdü medet tileşke mecbur kılgan vasıta kılvelişka tirişattı. Eğer ularning g'arizi haqiqatan mushundaq bo'ladigan bo'lsa, u holda biz keyin kishilardan Yakup Beg'ning qat'iy pozitsiyada turib, ularning barliq planlarini mag'lub qilib etganligini ko'ramiz. Yakup Beg. Ama Moskva o'zining diplomatiya jihatdagi karomatini ko'rsatib qo'yish uchun bo'lsa-mu, Qashqariya hukmronining Rossiya hokimiyatidan qo'rqayotganligidan foydalanib, foyda elishi mutlaq zarur edi. Shuning uchun Rossiya bir tarafdan junguliklarning ketganligiga cho'nqur afsuslanib, Sharqiy Turkiston yani Uyg'uristonda yangidan qurilgan bu davlatni e'tirof qilishni rad qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan o'zlarining chegara rayonida turishliq amaldorlarga Qashqariyaning yaqin atrofdagi amaldorlardan Narin daryosiga bir kövrük selish ve Tangritog orqali Qashqarga kiradigan bir harbiy tosh yo'l yasashni tasdiqlab berishni talab qilish haqida buyruq tushirdi. Bu 1867 yilgi ish. Ularning bu talabini Qashqariya doiralarining keskin rad qilishi turgan gap edi. Agar bundaq talabga sukut qilganda bo'lsa, Qashqar shahri butunlay ruslarning ilkiga o'tib ketgan bo'ladi. Qashqar shahri harbiy jihati intayin foydasiz o'rinda edi. Sıx gölden yo'lga chiqqan har qandaq bir harbiy qo'shinning tez oqadigan Narin daryosidan va Tangritog'larning har qaysi egizlaridagi o'tmagi nihoyatda qiyin edi. Rossiya hukumati o'z taklifining yerlik hukmron tarafidan rad qilinganligiga nihoyatda terkib, Narin daryosining bo'yiga bir istehkom solishni jiddiy qaror qildi. Bu istihkom 1868 yili bitirildi. Ama şu yili vaziyeti yeni o'zgarishlar yuz berganlikdan Ruslarda Qashqariya bilan tinch yo'l orqali kelishim hosil qilg'ili bo'ladi degan yeni umid tug'ildi. Mushu 2 yilda G'arbiy Turkistonda mojaro va urushlar zodi buzilmadi. Ruslar Buxoro Yakup Beg'ning qo't quturitishi orqasida Qo'qon, Xiva qatorliq davlatlar bilan birlashib Rossiyaga qarshi chiqdi dedi. Ama amaliyotda birlashib qarshi chiqish masalasi mavjud emas edi. Chunki Char podshohning qo'shinlari Qo'qon va Buxoroni bir-birlab tarmar qilib yutib ketgan, Xivani keyin jazolash qoldirib qo'ygan edi. Xiva ittifoqlashlar ichida frontga oz to'la muvaffaqiyatga erishgan birdan-bir davlat edi. Shu qatimqi urushning eng ro'shan natijasi shu bo'ldiki, Rossiya Samarqandni yutib olgandan keyin qarshiliklar vaqtincha besiqib qoldi. Lekin Rossiyaning asosiy qo'shinining Toshkentga qaytib ketishi bilanla shu joydagi nihoyat zo'r qurolli qism Samarqandni saqlab yotgan oz sonli Rus qo'shinini muosirga oldi. Yalloh tarix. Shuning bilan butkul rayon bo'yicha qurolli qarshilik ko'rsatish boshlanib ketdi.
Rusya koşulları özlerinin korgalığını çın sakladı. Ular gerçi askerini kötçetti, zor talafet küçürgen bolsa mı? Ama General Kaufman başçılığındaki yardımcı koşun yetip gelgenge kadar şehrini saklap kaldı. Şunu bilen Bukhara sülhü tüzüşün talep kıldı. Uyan söylep bəxtsiz emir Muzaffer bilen ahir tinçlik şartnamesi imzaladı. Ruslar moşa şartnamıga asasen Kermeniye, Carcu, karşı Katarlık yerlerde asker turguzuş hukuka ega bulup aldı. Kermeniye, Bukhara şehrinin şarkı tarpidi tahminen 50 mil kilidgan yerdeki Kattı Qorgan'dan Semerkant'a ötüdügan yol üstüde idi. Karşı Kattı Qorgan'ın janubiga tahminen 60 mil kilidgan yerdeki Ceyhun deryasıga baradigan yol üstüde idi. Çarju Ceyhun deryası boyuga Bukhara'nın garbi tarpiga tahminen 80 mil kilidgan yerdeydi. Bu caylarning ishida Çarju hammadan muhim bir joy edi. Chunki u yerdan Marvi bilan Mash'adga udul boradigan bir karvon yo'li o'tadi. 1870 ve 1871 yillarda Bukhara yana bir qatim jangga atlandi. Lekin ittifoqlash davlatlarning qadimining birdek bo'lmaganligi va Qo'qonning zaifligidan yana mag'lub bo'ldi. G'arbi Turkistondagi har qaysi millatlar o'zliksiz qo'zg'alib, qarshilik ko'rsatgan musha ansiz 5 yil jarayonida Yoqubbek boshdan oyoq betaraf o'rinda turdi. Davomini alaysiz, hurmatli vatandosh.